Allo Feruza, darsga kelasanmi? Yo'q, Behruz bora olmayman. Sovuq tushganiga uzoqlik qilyapti. Nimasi uzoq? Axir Thompsonda 6 ta filiali bor-ku, hammasi metroga yaqin joylashgan va hattoki hammasida avtobus qatnovlari ham mavjud. Yo'q, Qatlida bor yana. Kel birga ko'rsatamiz. Bugun Students Vlogda Thompson o'quv markazlarini, barcha filiallarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdi. Yunusobod, Mirzo Ulug'bek va Yashnobod rayonlarida yashovchilar uchun eng qulay joy bu Darxon filialimiz. Darxon filialiga siz Hamid Olimjon metrosi orqali juda ham oson kelib olishingiz mumkin. Sebzor Yunusobodda boshqa nuqtalardan kelish uchun eng qulay lokatsiya. Eng oxirgi bo'lib ochilgan filial ham aynan Shahriston hisoblanadi. Sentrda yashovchi bolalar uchun Toshkent sentridagi markazimiz Oybek filiali. Bu filialimizga Mirobod tumanida yashovchi bolalar bemalol kelishingiz mumkin. Thompson ancha damri biladiganlar yana Qatlida filiallarimiz bor. Izohlarda yozib keting. Keyingi videolarida qolganlarini ko'rib chiqamiz. Thompson tinglaydi, tushunadi, natijaga olib chiqadi.